Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Jadal savollar ko'rsatuviga xonadoningiz mehmoni. Bugun siz bilan men Mubina va dugonam Jumagul. Bugun biz Nayman mahallasidagi ko'rib turganingizdek Belchka bog'chasiga tashrif buyuramiz. Qolganini Jumagul dugonam gapirib bera qolsin. Assalomu alaykum hammaga. Biz jadal savollar ko'rsatuvdamiz. Hozir biz Belchka bog'chasining oldida turibmiz. Ichkariga kirib, bog'cha tarbiyachilaridan, yana bolachalardan savol-javob o'tkazamiz. Qani ketdik. Hozir biz bog'chamizning ichkari qismiga kirib oldik. Endi bu yoqda kichkina gruppa bor ekan. Kichkina gruppa bilan tanishishni boshlaymiz. Qani ketdik. Biz jadal savollar ko'rsatuvdamiz. Bog'changizni o'rganish uchun keldik. Bir savollar beramiz. Savollarimizga to'g'ri javob berasiz degan umiddamiz. Avvalambor bog'chamizga xush kelibsiz. Nimaki savollaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Xo'p, boshladik. Bolajonlarimiz kichkina guruhda necha nafar? 25 ta. Xo'p. Hozir ayni bahor bo'lganligi sababli ko'p bolajonlarimiz tobi bo'lgani uchun hozir guruhimizdan 14 ta bolajonlar bilan o'tiribmiz. Xo'p, yaxshi. Bolajonlar uchun necha mahal ovqat beriladi? 3 mahal. Ertalab sutli kasha, obedga tushli, keyin obeddan keyingi nonushtamiz. Xo'p, yaxshi. Bolajonlarga necha xil til o'rgatiladi? 2 xil til o'rgatiladi. Rus tili, ingliz tili. Hozirgi kunda juda ham jozib bo'lgan ingliz tili asosan bizda bolajonlarimizga o'tiladi. Chunki bizda hozirgi bolajonlarimiz ko'proq hozir asosan ingliz tiliga jalb qilinganligi uchun biz ham o'sha yo'nalish bo'yicha ingliz tilini olib boryapmiz. Xo'p, yaxshi. Endi mantiqiy savollarga o'tsam, 7 yil oldin 7 yosh edingiz, 7 yildan keyin necha yosh bo'lasiz? 21 yosh bo'ladi. Xo'p, to'g'ri. Endi yanada qiyinrog'iga o'tamiz. Nodirning oyisining 3 ta farzandi bor edi. Birinchisi Shokir, u 25 yoshda. Ikkinchisi Zokir, u 15 yoshda. Uchinchisini ismi nima? Eslasangiz, savolimiz boshida to'xtalib o'tdim. Nodir bo'lsa kerak. To'g'ri. Endi yanada qiyinroq savolimizga o'tamiz. Tasavvur qiling, siz avtobus haydovchisiz. Sizga birinchi bo'lib sizning avtobusingizga 5 kishi chiqdi. Kallangizda qolsin, hisoblab oling. Keyin 2 kishi tushib, 8 kishi chiqdi. Xo'p, keyin yana 10 kishi kirib, 5 kishi tushdi. Savolimiz shundan iboratki, toping, avtobus haydovchisining ismi nima? O'zingiz ismingiz nima? Xo'p, bu savolimizga javob topa olmadingiz. Endi sizga bir tez aytish beraman. Shuni ayta olasizmi? Aytingchi. Non yasashasizmi? Sholi sanashasizmi? 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 Xo'p, yaxshi. 4 marotaba ayta oldingiz. Sizga rahmat. Endi bolajonlar bilan suhbat qilamiz. Marhamat. Salom bolajonlar. Bolajonlar, nima deyishimiz kerak mehmon kelganda? Mustafa? Xo'p, mayli. Bolajonlar, zalda eng kuchlisi kim? Ko'rsatib, o'rgatib, Jumagullar tanishtirib. Bu nima asachi? Bu nima? Mustafa, bu nima sana?
Sal teparoq qo'y, odingni orqaga. To'g'ri, qaranglar. Bu Ak ko'rsating ana Jumagul, sal tushunding. Xuddi nimani o'rgatayotganday bo'l. bu nima? Bilasizmi, kollekka biz bunda ovqatlanamiz. Bu-chi, bilasizmi? Xo'p, bolajonlar, bu o'rgatdir. Bizga shirin o'rgat. Bu esa qayrag'och daraxt hisoblanadi. Bu daraxt judayam katta va xami bo'lib o'sadi. Bu harfi. Bu-chi? Bu qaranglar. Xo'p, ketdi, savollarga o'tamiz. İsmingiz nima? Ezoza. Xo'p, Ezozaxon. Qaysi rangga olib turasiz? Qizildir. Xo'p. Siz nechagacha sanashni bilasiz? 7gacha. Xo'p, yaxshi. Bu qanaqa meva? To'g'ri. Xo'p. Bolajonlar, bu nima? Bu changyutgich. Bu U harfi. Nima kim biladi buni? Boshqacha. Xo'p. İsmingiz nima? Ezoza. Xo'p, Ezozaxon. Qaysi rangga olib turasiz? Qizildir. Xo'p. Siz nechagacha sanashni bilasiz? 7gacha. Xo'p, yaxshi. Bu qanaqa meva? To'g'ri. Xo'p. Bolajonlar, bu nima? Bu changyutgich. Bu U harfi. Nima kim biladi buni? Boshqacha. Xo'p. Moshincha kimga yoqadi? Xo'p. Bu nima? Mushuk. Xo'p, mushukcha kimga yoqadi? Xo'p. Kim uyda mushuk bor? Men. Xo'p. Bu nima? Xatto. Xo'p, to'g'ri. Bu nima? Kiyim. Xo'p, kimda shunaqa kiyim bor? Menda. Xo'p, yaxshi. Xo'p. Bu-chi, bular nima? Sen ko'rasizmi, televizor? Xo'p, yaxshi. Sizlarga mashinalar yoqadimi? Xo'p, yaxshi. İsmingiz nima? Xo'p, siznikichi? Xo'p, senikichi? Bu nima, bolajonlar? Bu pingvin. Sizga yoqadimi? Kimga yoqadi? Menga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga biz jadal savollar ko'rsatib o'tamiz. Sizga bir ikki savollar bermoqchimiz. Maylimi? Mayli. Savollarimizga to'g'ri javob berasiz degan umiddamiz. Xo'p, siz bu bog'chaga kelishingizda maqsad nima? Bog'chaga kelishim maqsad bolamni bog'chaga berish, yaxshi tarbiya, ta'lim olish, bog'chalarda o'yinchoqlarni o'rganish, sport mashg'ulotlarni o'rganish, bolachalar bilan tanishish, aql zakotlarni o'rganish. Xo'p, qarang. Siz nima uchun bu bog'chani tanladingiz? Bog'chadami? Yaxshi bog'chalik uchun, yaxshi tarbiyachilari borligi uchun. Shuning uchun tanladim. Necha kundan beri bu yoqqa farzandingizni olib kelyapsiz? Bir oycha bo'lib qoldi. Ha, yaxshi. Xo'p, ko'nglingiz to'layaptimi? Ko'nglim to'layapti. Ha, narsalar bo'ladi. Ko'nglim to'lib turibdi. Xo'p, mayli, sizga rahmat.
Xo'p, qani mashq qilamiz. Tepaga, yonga, pastga. Oldinga, tepaga, yonga, pastga. Oldinga. Hadi bo'y pastga. Endi mashqimizni o'zgartiramiz. Qo'llarimizni shunaqa qilib qaychi kesgandek kesamiz. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4. Hop, mashqimiz tugadi. Endi qo'limizni qo'yamiz. 1 2 mashqimiz tugadi. Endi keyingi mashqimiz. Hop. Yelkamizga qo'limizni qo'yamiz. Aylantiramiz. 1